Assalomu alaykum. Butun dunyodagi barliq vatan sevgan qarindoshlar, yakshanba kuninglar xayrat bo'lsin. Endi xabaringlarda boqqancha buncha meni taniydigan insonlar bor deb o'ylayman. Endi biz hayot bo'lgandan keyin ancha-muncha media bilan yetishib yurimiz. Millatimizning ishlarida o'tirib ancha-muncha siyosiy faoliyatlar bilan har turli so'zlarni qilib yurimiz. Endi shu sababdan ancha-muncha insonlar biz bilan tanishidi. WhatsApp to'plarida bo'lsin, nurg'un qarindoshlar bilan tanishimiz desak to'g'ri bo'ldi endi. Bu meniki tunji qatamda bir o'zimning tushunchalarini va do'stlarimning men qo'ygan savollarga qarata bir javob beray deb o'yladim. Chunki nurg'un qarindoshlarimizdan shunday savollar kelyotidi, har turli savollar. Mayli siyosiy jihatlardan bo'lsin, millatimizning taqdir jihatlaridan bo'lsin, har turli savollar kelyotidi endi. Şoň bu suallarga ötüşden burun endi men qarindoshlarımızdan bir topda qarindoshlarımız bada qılıdı Facebook'ta. Bu qarindoshlardan so'raydiganim ovozim yaxshi kelyaptamdi deb o'ylayman endi. Bo'zqasa kelayotgan bo'lsa, ovoz yaxshi kelyapti deb bir so'z yozib qo'ysanglar, endi degan gaplarimiz quruq ketmasin deb o'ylaymiz. Avvaldan qaragan chaqda bu Facebook'ta Dilmuratga o'xshaydi. Dilmurat do'stim, ovoz yaxshi kelyaptamda? Avvaldan qaragan chaqda ovoz yaxshi kelyaptgan o'xshaydi. Men so'zimni boshlayveray qarindoshlar. Sizlarning mo'jiz vaqtinglarni olmay degandek men bugun ishda qarindoshlar. Shu Xitoy virusi kirgandan birisi Dilmurat xat yozdi, yaxshi deydi. Rahmat Dilmurat do'stim. Xitoy virusi kirgandan birisi bizningki bu ish sistemimiz, hamma narsamiz qalayimqalashib ketdi qarindoshlarimiz. Yani bizningki men do'stlarimiz asosan biladi, bizning qilayotgan ishimiz dengizda platformada ishlaydigan ish bo'lgandan keyin biz ilgari 2 hafta ishlab 3 hafta dam olib qo'yamiz, 2 hafta ishlab 4 hafta dam oladigan shunday bir sistemamiz bor. Qachon mush Xitoy virusi kirdi, kirgandan birisi yamancha qalayim qolishib ketdi. Chunki bizning shirkatning ishchilari asosan degidek bu qo'shni davlatlardan keladigan odamlar bo'lgandan keyin bu virus ishi bilan ular Norvegiyaga kelsa, kam degan chog'da 10 dan 14 kungacha karantina qildigan, davlatga kelsa yana karantina qildigan, turibli o'tirib Norvegiya taraf taqaversa, turibli o'tirib Polsha, qo'shni davlatga, Daniya, Shvetsiya qatorliq davlatlar bu chegarani taqashishlari bo'lgandan keyin ish sistemimizda qalayim qolishib ketib, shunday o'zimiz endi shirkatda yerlik ishchi deymiz endi bizni, endi yerlik deb hisoblaydi. Norvegiyada yashayotgan, Norveg pasporti bilan turayotgan insonlarni yerlik deb hisoblaydi. Bundaq ishchilar biroz oz bo'lganlikdan shuning bilan hozir bu ish sistemimizda qalayim qolishib ketdi. Shuning hozir 2 hafta ishlab 2 hafta dam olish deganki yetmayotdi endi. Topqa oqchining rostini degan chaqda tayini yo'q. Buni so'zlab kelsak, hikoya ayrim hikoya. Endi tuyuqsiz bundaq Facebookga chiqib bu yerda men ko'pchilik bilan o'rtaq holda meni do'st deb bilgan o'zaro shu siyosiy masalalar bo'lsin va vatan millatning taqdiri haqida o'rganish va o'rgitish qilayotgan do'stlarimizga men Facebook orqali javob beray deb o'yladim. Chunki boy degandek qarindoshlar, mening ishim ilgirga o'xshash 2 hafta ishlab 4 hafta uyda o'tirib xotirjam o'tirib yetarli vaqtni ajratib do'stlar bilan Facebookda, WhatsAppda unaqa yetarli savol javob qilishgan do'stlar bilan o'tirib tushundirgan vaqtimiz yetmayotdi. Boy degandek 2 hafta ishlab 2 hafta dam olishga yetmayotdi. Yana birisi qarsanglar bu yerda sovuq, yillardan bo'yicha bo'lmagan sovuq, Norvegiyada sovuq bo'yotdi. Do'stlarimizdan kelgan savollarga javob berish uchun endi men ishim sizlarga o'xshash emas. Boy yuqorida deb aytib keldim, mening ishim asosan dengizda. Neft platformada ishlagandan keyin ba'zan sovuq, ba'zan shamol degandek. Şoň hazır iş sistemimiz o'xshash bo'lmagandan keyin yana qilayotgan ishimiz 12 soat, etgan soat 7dan kech soat 7gacha. Şoňa hamda do'stlarimizga kelgan savollarga, fikrlashadigan savollarga men javob berish uchun ataydan qo'limizga kirgan bir qilim palalarni yeshib, sovuqda bir bulungi ba'zi yerda tarang-turang ovozlar, mening ishimni o'qimagandan keyin bu qarindoshlarimiz bu javob bersam tarang-turang ovoz chiqqandan keyin bu ular o'tirib nima tushib ketdi degan so'zingdan ovoz varang-churang yuqori anda bo'lgandan keyin so'zni anglayolmadik degan so'zlarimiz qarindoshlarimiz ko'p bo'layotdi.
Şuna endi men bilen ortaklaşkan dostlarımızga şu Facebook arkalık özümdeki fikrimni, yani kelgen suallarga özümden bir fikrimni bildirishni layık tapdım. Mening işim qarindoshlar sizlarga o'xshash yoki ishxonada yoki mashinada o'tirib qiladigan ish emas. Buni men mushkam qadar ayrim shunga o'xshash Facebook'dagi bir sotsial medyada tushuncha bermadim. Ayrim topdagi meni taniydigan bildigan qarindoshlarga tushuncha berdim. Zaten ular bildi. Endi buni men bir ko'pchilikka tushuntirib qo'y deb o'yladim. Shu sababdan men bugun Facebook'da qarindoshlarim. Yuqorida degandek bizlar birga siyosiy jihatdan o'rganish qilayotgan do'stlarimizdan kelgan har turli savollar bor. Qo'ygan savollar bor. Bu savollarning ba'zilari ilgari kelgan, bir hafta burun, ba'zilari shu yaqinning o'zida kelyotdi. Endi boy deganimdek javob beradigan vaqt qiz, qolaysiz, so'g'oq har turli ishlar bo'lgandan keyin shunga savolni kelgan savollarga men do'stlarim bilan shu Facebook orqali javob berishni boshlayman. Men yana deb o'tay qarindoshlar, burundan tortib men sotsial medyada bo'lsin, men bir o'rganguchi deb turib ishimni boshlagan. Ta hozirgacha o'rganguchi qarindoshlar. Men ustoz emas. Men meniki bir yerdan olgan bir professorlik yoki diplomim yo'q, ammo mening hayotim bo'yicha qiziqadiganim siyosat. Siyosat bilan jamiyatshunoslikqa eng ko'p qiziqqan odamman. Oliy maktabda o'qigan rostdan degan vaqtida, endi men elektrik kasbida o'qigan. Maktabga xato tushib qolgan rostdan degan chog'da. Xato tushib qolgan qarindoshlar. Bu yerdan de uni deb kelsak boshqa tema, ammo mening qiziqadiganim boshdan oxiri siyosat. Men qiziqadiganim zaten siyosat. Shunga do'stlarimiz bilan ko'p jihatlarda biz o'rganish qilib keldik desak bo'ldi. Xo'sh, unda bo'lgan bo'lsa, kuchimdan yetishicha boy deganimdek o'tirib men savollarga javob berishga tirishman. Yana deb qo'yar qarindoshlarim, men bir o'rganguchi. O'rischada bir yig'i so'z bor, vek живи, vek o'tish deydi. 100 yil yashasang, 100 yil o'rgangin deb o'tirib. Xudoyim bo'lsa, men o'risning shu maqol tamsilini yaxshi yodlab olgan, hayotimning oxirigacha men bir o'rganguchi. Xo'sh, unda bo'lsa, biz ko'pchilikda kelgan birinchi savolga o'taylik, qarindoshlar. Bu yerda bir qarindoshimiz 5 kun avval mundaq so'rabdi, nima bu 2 kun avval mundaq savolni so'rabdi. Amerikaning Uyg'ur erkiy qirg'inchilik qarori Xitoyga qanday ta'sirlarni elib keladi deb turib so'rabdi. Yani bu yerda davomini asta-asta o'tamiz, rostdan degan chog'da savollarni aytib, ammo osna-osonni tanlay deb o'yladim endi. Ham xo'sh, birinchi savolga kelsak, Amerikaning Uyg'ur erkiy qirg'inchilik qarori Xitoyga qanday ta'sirlarni elib keldi debdi. Xabaringlarda bor qarindoshlar, 19-yillar kuni Mike Pompeo apandim Cumhuriyetçiler ve demokratçılar diye bu teşkil tapkan bu Amerika, yani Amerika vekil kılgan bir hükümetin ki demokratçı ve cumhuriyetçilerin ki terkip tapkan müşlerin ortak fikri asasında 19-yıllar günü Xitaylar Uyg'urlarga nisbatan erkiy qirg'inchilik yurgizdi deb o'tirib, bu nihoyatda kelishgan bir tamg'ini Xitoyga urib o'tdi. Endi bu yerda ko'pchilikning qo'ygan savoli nihoyat yaxshi savol. Xitoyga bo'lgan qanday ta'sirlarni elib keladi debdi. Men kuchimdan yetishcha javob berib boqay qarindoshlar. Bu davlatlar davlat o'rtasidagi har turli munosabatlar bo'ldi. Ba'zi munosabatlarni, ba'zi turli davlatning kuchi davlatga har turli masalan davlatning inoatiga ta'sir etadigan har turli masalan problemlar keldi deb aytaylik. Masalan ba'zi davlatlarning ichki qismida har turli masalan qarshi liderlarni jazolash, onun içindeki bazı toplan kötədi deyli və ya ki teröristlik deyli, ulanı məsələn bastırış hər türlü kişilər buldu. Bunda vaxt gələn vaxtımızda bir dövlət, yəni bir dövlətin üstüdən senin maqığının xata, maqığının doğru da oturup devlet yeni bir dövlətə nisbətən özünün narazılıqlarını bildirdi. Bunda məsələ vaxtının məlum məzgil ötüşü arqılıq yəni oңuşulub getdi desək doğru buldu. Amma bu yerdə Amerika hökumətinin ki Xitoyga nisbatan Xitoyning Uyg'urlarga yurgizgan bu siyosatiga erkiy qirg'inchilik siyosati deb o'tirib, erkiy qirg'inchilik deb o'tirib bir tamg'in urdi. Endi bu yer bu qanday ta'sirlarni olib keldi deb aytsak, boya yuqorida deb o'tdim, ba'zi masalalarni davlat o'rtasida asta-asta yechildi, asta-asta davlat o'ziga tushgan bu inoatini yo'q qiladigan masalalarni ba'zi masalalarni asta-asta yo'q qila oladi.
Ama yani erkiy qirg'inchilikdan iborat bu masalani bir davlatning ustiga yuklangankan buni yo'qotish nihoyatda tez qarindoshlar. Bo'libmi Xitoydek bir davlatga. Nimishqa Xitoydek bir davlatga buni taslaymiz desak, Xitoy bugun Amerikani besib o'tib dunyodagi birinchi super kuch bo'laman deydigan bu planlar bilan ketyapti. Masalan, Xitoyning tuzgan 2025, 2030, hatto 2049 ga borgan vaqtning o'zida dünyani kontrol qiladigan birinchi super kuch bo'lishdan iborat bu arzusi bor. Shu bu arzusi bo'yicha men yuqorida o'zimning suhbatlarda bo'lsin, o'zim chiqqan medialarda bo'lsin, mumkin qadar buni tushuntirishga tirishib keldim. 65 davlat o'ziga olgan bu Ipak yo'lida Xitoy zaten bir kuchli davlat bo'lmoqchi. Bu yo'lning o'zida, ya'ni Ipak yo'li degan vaqtimizda 4,5 milliard insonni o'z ichiga oladigan, mushu doiraning ichida bir kuchli davlat bo'lishdan iborat bu arzusi bor. Ha bu yo'lda xərcləyən nəhayət köp pullarımı var. Setib alğan hakimiyyətlərim var indi. Andaq bolğanken bunun oxşaş, Xitayga oxşaş dünyani başqurman deydigan bu kuchga nisbatan sen Uyg'urlarga erkiy qirg'inchilik yurgizding deb o'tirib, bu siyosat Amerikadan va yoki boshqa davlatlardan orqa-orqadan chiqqankan, bo'lib Amerikadagi dunyoni boshqarayotgan bugun kuchning o'zidan chiqqankan, andaqkan bu yerda o'tirib Xitoy bu obrazni mangu va mangu yuyolmaydi qarindoshlar. Çünkü bunun Xitoyga birinchidan yetadigan ta'siri qaysi desanglar, boya deganimdek Xitoy dunyoni boshqaradigan bir siyosiy kuch bo'laman deb mangdi. Biz har qanday qilib o'tirib biz Xitoyning bir qismi emas deb qarasaqmi, dunyodagi nurg'un davlatlar, Xitoyning egilik huquqini to'nigan davlatlar bizni Xitoyning ichki qismidagi ma'lum bir xalq, ma'lum bir millat deb qaraydi. Hem bu Xitoylar boshqa davlatlar bilan savdo to'xtami va yoki diplomatik aloqa ishlarini olib borgan chog'da bu masala har doim o'tirib buni oldiga tushidi. Buni oldiga tushidi, Xitoyga tushidi. Masalan, nurg'unlari, masalan, Amerika, Yevropadagi inson huquq masalalarini alohida ta'kidlanib kelayotgan bu davlatlar nurg'un to'xtam masalaga vaqtning o'zida bir qator to'xtab o'tirib, andaq bo'lgan bo'lsa, siz nima uchun bu Uyg'urlarga erkiy qirg'inchilik yurgizdingiz degan masalani oldiga tashlaydi. Navada Xitoy hukumati o'zi bir diktator davlat. Bu diktator davlat Yevropa, Amerikadagi bo'libmi Yevropadagi ba'zi davlatlar bilan savdo to'xtam har turli ishlarda va yoki Amerikani besib o'tib, masalan, kelgusida besib o'tolmaydi albatta. Mushundaq bir qadam jarayonning o'zida Xitoylarning masalan Yevropadagi inson huquqini qo'llab kelayotgan davlatlarga mushu savdo to'xtam masalalari kelgan vaqtning o'zida bu masala oldida bor, bu oldiga tashlandi. Bu meselenin o'zidan Xitoy hukumati o'zini qochirolmaydi. Demak, bu yerda yuqori so'zimda dedim, biz Xitoyning bir qismi bo'lmasaqmi, ammo mushundaq Yevropa, Amerikadagi va yoki boshqa davlatlardagi davlatlar Xitoy bilan savdo to'xtam olib borgan vaqtning o'zida siz o'zingizning ichidagi mushu Uyg'urdan iborat bu millatga mushundaq erkiy qirg'inchilik qilgan bo'lsangiz, siz kelgusida super kuch bo'lish uchun bizga hukmronlik qilmoqchi, sizning bu yerda bizga tanilgan sistemingiz qaysi sistem? Xuddi mushu o'tirib Uyg'urlarga yurgizgandek anda qolsa erkiy qirg'inchilik sistemasi siyosatni birga yurgizmoqchimi degan masala bilan buni oldiga keladigan savollar nihoyatda ko'p bo'ldi qarindoshlar. Xabaringlarda bo'lgandek, masalan, Turkiyaniki armanlarga yurgizgan bir erkiy qirg'inchilik siyosati bor, erkiy qirg'inchilik ishlari bor. Bu erkiy qirg'inchilik ishlari ta bugunga qadar o'tirib, Turkiyaning masalan Yevropa ittifoqiga kirishda hal qilg'uch rollarni o'ynab keldi. Nihoyat kuchli ta'sirlarni qo'zg'ab keldi. Xuddi shunga o'xshash ishlar bor. Endi uni boshqa qanday ta'sirni olib keldi desak, navada Xitoy hukumati Uyg'urlarga bo'lgan erkiy qirg'inchilik bu siyosatdan voz kechmasa va yoki o'tirib bunda manqa vaqtingizda ishlar balkim mencha o'g'anchiqning o'zi cho'ng'i chiqadi deb o'ylayman. Menimcha bu savolga bo'lgan javobim menimcha mushunchilik deb o'ylayman qarindoshlarim. Ikkinchisi, Amerika'nın Uyghur erkiy qirg'inchilik qarori bu yangi hokimiyatda o'zgarish bo'lamdi debdi. Bunga men kesib aytay, buni bo'lmaydi qarindoshlar. Ya'ni yangi hokimiyat degan vaqtimizda bugungi Biden hokimiyati to'g'riliq biz to'xtalyapmiz. Biz bu yerda masalani biz bir partiyaning qarori bo'yicha yoki Trump vakillik qilgan Cumhuriyetchilar partiyasining qarori bo'yicha emas va yoki Biden hukmronlik qilgan demokratchilarning qarori bo'yicha emas, biz Amerikadan iborat bir butun davlatning siyosati bo'yicha qarashimiz kerak qarindoshlar. Masalan, Trump efendimni bir tanganing 100 desak, Biden efendim 100. Amerikada ikki partiya va Cumhuriyetchilar partiyasi bir tanganing 100 bo'lgan bo'lsa, demokratchilar 100.
Men nima uchun o'tirib bu siyosatni qat'iy o'zgarmaydi deyman qarindoshlar. Deyishimdagi sabab media xabarlarini ko'rgansizlar. Masalan, bugun Biden efendimninki Fox News'ga bergan xabarlarda Trump efendimninki ba'zi eg'ir-yeniq bo'lgan siyosatda o'zgarish paydo qilgan, ammo Uyg'ur erkiy qirg'inchilik masalasiga o'zgarish bo'lmaydi degan. Yani balkim ko'pchilik qarindoshlarimiz xabar topdi, xabar topmagan qarindoshlar bu. Yana birisi biz bu yerda yani o'zgarmaydi deyishimizdagi sababimiz xabaringlarda bor qarindoshlar. Men yana buni takror eslatib o'tay. Masalan, Uyg'ur inson huquq qonuni masalan 2019-yil 9-oyning 11-kuni dastlabki loyihasi chiqqandan keyin Mesela nima uchun 9-oyning 11-kuni chiqdi deganmi? Buni sizlar qarab baqsanglar bo'ldi, chunki bu Amerikaning dunyo terrorizmga qarshi turish kuni. Xitoylar bizni terrorist deb hisoblayotgan. Mushundaq vaqtning o'zida 2019-yil 9-oyning 11-kuni, ya'ni 11-sentabr kuni Uyg'ur inson huquq qonun loyihasini dastlabki nusxasini tashqi dunyoga yaydi. Bu orqali Xitoy hukumatiga aniq bir signalni berdi. Biz Uyg'urlarni terrorist demaymiz degan signal ayni vaqtda berilgan. Bu qonun loyihasi 12-oyning 7-kuni kelgan vaqtning o'zida Amerikadagi Avom palatasi va Amerika hukumatida bu yerda xabarlarda hammanglarning bor, bu yerda tasdiqdan o'tdi. Ya'ni 407 nafar palata a'zosining o'rtaq qaror qilishi bilan bu tasdiqdan o'tdi. Demakki bu yerda şu meselenin o'zida Amerikadagi cumhuriyetçiler bo'lsin, demokratchilar bo'lsin, bularning o'rtaq fikri biz Uyg'urlar kelgan chog'da o'zida o'xshash. Undan boshqa yana Amerikada masalan majbur emgakni fosh qilish qonuni degan qonunmi chiqdi. Bu qonunga kelgan vaqtida Amerikadagi ikki partiyaniki ko'z qarashi o'xshash. Navada mushundaq qaror olib bir siyosat tuzdigan mezgil kelgan vaqtimizda qaror oldigan mezgil kelgan vaqtda masalan bir partiyaning odamlari to'liq qo'shilmasa yoki belgilangan songa yetmasa xabaringlarda bu son natijaga erishamaydi. Tam mushkamga qadar biz ko'rib turyapmiz. Masalan majbur emgakni fosh qilish qonuni qadar bo'lgan jarayonimizda Amerikadagi ikki partiyaning biz Uyg'urlarga tutayotgan siyosati o'xshash. Endi yana shu 19-yil kuni Mike Pompeo efendimninki Uyg'urlarga yurgizgan Xitoyning Uyg'urlarga yurgizgan irqiy qirg'inchilik siyosatini, bu siyosatini irqiy qirg'inchilikda belgilagan jarayonni o'zida Pompeo efendimninki bu yerda degan so'zlar bor qarindoshlar. Mening o'qiganimcha, anglashimcha biz buni Amerikada uzun muddat buni tekshirib tadqiq qilish orqali va ikki partiyaning o'rtaq birlik qilish orqali biz bu yakuniga keldik deb turib shunday deydi. Shunday bo'lgandan keyin bu Amerikadagi bir cho'ng davlatning har davlatlar bilan bo'lgan siyosiy ko'z qarashlari o'xshamaydi. Albatta o'xshamaganligini biz bu yerda ko'rib turyapmiz. Ammo bu yerda bir nuqta Amerikaning shu Uyg'ur masalasi bo'yicha, ya'ni Uyg'ur erkiy qirg'inchilik masalasi bo'yicha ikki partiyaning birlik kelayotganligini, bir o'rtaq ish qilayotganligini biz ko'rib turyapmiz. Bu Uyg'urlarning erkiy qirg'inchilik masalasi, ya'ni Uyg'urlarning erkiy qirg'inchilik uchrash masalasi qaysi masala degan vaqtimizda bu Xitoydagi bir cho'ng masala. Gerçi bizning davlatimizda Xitoy besib olib, biz Xitoyning bir ichki qismidagi, ularningki tarkibidagi bir xalq, bir millat deb qaramasak-mı, ammo dunyoning cho'ng siyosatidan bu siyosat shunday mangda yuqorida deganimdek. Shunday bo'lgankan, bu masala qanday bo'layotdi desanglar, Amerikadagi ikki partiyaning Uyg'urlar masalasi, ya'ni Uyg'ur erkiy qirg'inchilik masalasi kelgan vaqtimizda fikr o'xshash. Bu siyosat berib eng oxirida nega gapirdi? Xitoy gapirdi. Ya'ni Amerikadagi siyosiy ko'z qarashlari dunyo masalalari bo'yicha o'xshamagan siyosiy ko'z qarashlarda bo'ladi ikki partiyaning. Ammo bu Uyg'ur erkiy qirg'inchilik masalasi mohiyatda Amerikadagi ikki partiyani, hatto Amerikadagi ikki partiyani, Amerikadagi siyosatchilarni bir nuqtaga eqiyotdi qarindoshlar. Birlashtiryapti. Amerikadagi siyosatchilarni shu Uyg'ur erkiy qirg'inchilik masalasi birlashtiryapti. Shu nuqtada men qarindoshlarimga deyman, so'ning oxirida xulosalaydigan nuqtam Amerikaning Uyg'ur erkiy qirg'inchilik qarori bu yangi hokimiyatda, ya'ni Biden hokimiyati davrida o'zgarish bo'landi desa, men o'zgarish bo'lmaydi deb aytaman. Bu ashundoq. Demak, avvaldan qaraganchaqda bu qarindoshlarimizninki qo'yganlarning savollarining hammasi Amerika. Balkim qarindoshlarimiz siyosatni yaxshi o'rgangan deb o'ylayman. Albatta Amerika biz uchun ko'p ishlarni qildi qarindoshlar.
bizning 70 yildan birisi hech qanday bir dunyo anglamagan, yo'qolib ketish oldida turayotgan bu millatning davosini haqiqatan Amerika bugungidek holatga keldi. Shuning uchun biz mayli ilgirki Trump hokimiyati bo'lsin va hozir siyosiy hokimiyatda turayotgan, mavjud siyosiy hokimiyatga kelgan Bayden hokimiyatiniki hokimiyatiga bo'lsin, biz bu yerda o'tirib o'zimizniki tegishli Uyg'urlar rahmatimizni bildiramiz. Demak, Uyg'urlar andish qilgan bu masaladan. Bu andish qilishning o'zi moyatda Uyg'urlarimiz o'zining masalasidan andish qilgan deb tushunaman. Yani üçüncüsü degan chaqda Amerikaning Xitoyga bo'lgan siyosati o'zgaramdi debdi. Men avvalgi so'rgan hozirgi savolga bilan yiqilishdi-ki, men shuning uchun buning uchun javob bermadim. Yani chunki Uyg'urga bo'lgan irqiy qirg'inchilik siyosatida o'zgarish bo'lamdi, yangi hokimiyat degan bilan Amerikaning Xitoyga bo'lgan siyosati o'zgarish bo'lamdi degan bilan bu ikkisini asosan o'xshaydi deb o'ylayman. Bunda deyishimdagi asosiy sabab nima degan vaqtda qarindoshlar, men Amerikaninki Xitoyga tutgan bir butun siyosatida balkim ikki partiya bo'lgandan keyin ko'z qarash har turli jihatlarda o'xshamaslik mumkin. Bu jihatlarda ba'zi yerlarda o'zgarishlar bo'lishi mumkin, ba'zi yerlarda yeniq, ba'zi yerlarda ig'ir bo'lishi mumkin. Ammo mening eng oxir boshdan oxir qiziqadiganim bu Amerikaning Uyg'urlarga bo'lgan siyosatida o'zgarish bo'lamdi degan masala bo'lgandan keyin men u cho'ng masalaga nisbatan men bakcha qiziqib ketmayman, bakcha qiziqib ketmanglar. Men yuqorgi savolimga javob berdim. Amerikaning Uyg'urlarga bo'lgan va yoki yangi hokimiyat chiqqandan keyin siyosati o'zgarmaydi. Tutuq, mushu nuqta esimizda bo'lsin, mencha o'zgarmaydi deb o'ylayman. Qarindoshlar, o'zgarmaydi. Endi yana bir kelgan savolimiz qaysi degan vaqtning o'zida bu yerda ba'zilar debdi, uni bundaq genosides bo'lamdi, bundaq genosides bo'lamdi debdi. Men 5lik so'zni o'qimadim. Men eng yaxshisi men bu temaga kirmay qarindoshlarim. Sababi millatning ichida har turli taqotuq fikrlar bo'ldi. Shuning uchun bu yerda bu savollar eng yaxshisi kirmay. Meni degan savolim. Bu yerda deydi 5. savoli bu yerda debdi, Joe Biden hokimiyatda qasam berayotgan mezgilda Xitoy hokimiyati Trump hukumatining, ya'ni sobiq Trump hukumatining 28 nafar a'zosiga embargo yurgizgan deb shunday deydi. Bu nima uchun deb shunday debdi endi. Bunga meni kuchimning yetishicha javob berib qo'yay qarindoshlar. Endi Xitoy hukumati shu sobiq Trump hokimiyati taxtdan tushgan vaqtida 28 nafar xabarlarda bor, 28 nafar hukumat amaldoriga bir jazo yurgizibdimish. Hiliqi pasandi Xitoylar, iflos Xitoylar, razil Xitoylar, maynat Xitoylar va Xitoy hokimiyati. Albatta bu jazo yurgizishi bu ilgirki Trump hokimiyatiga nisbatan, Trump hokimiyatidagi amaldorlarga nisbatan bir yeriga keladigan narsa emas. Ammo bu orqali bu yerda Xitoy hukumati yana o'zining cho'payligi, o'zining pasandiligini, o'zining siyosat boshqara olmaydiganligini, dunyo siyosatini qanday yurgizishni bilmaydiganligini bu yerda o'tirg'i qo'ydi desak bo'ldi qarindoshlar. Demek ki bu yerda Biden hokimiyati kelishdan avval ilgirki hokimiyatdagi 28 nafar amaldorlarga jazo yurgizganligi bu yerda demek ki bu Biden hokimiyati aytganchaqdan ig'ir bir to'salg'u. Albatta u Biden hokimiyati bo'lsin, bugungi Amerika vakillik qilayotgan hokimiyat. U ilgirkilarning qilgan ishlarining hammalarini bu o'zining davlat innovati manfaati uchun aytgan vaqtning o'zida ularni hech qachon voz kechmaydi qarindoshlar. Endi bu yerda Xitoy hokimiyati mushu masalaga kelgan vaqtda qarindoshlarimiz debdi, nima uchun bu yerda yurgizdi degan masalaga kelgancha o'zimning tushunchamni deysam, xabaringlarda bor qarindoshlar, masalan Amerika hukumati Xitoyga nisbatan milliardlarcha ziyon tortadigan har turli savdo jazolarini o'tirib qo'ydi. Masalan vatanimizdan import qilingan paxta, majburiy emgak, tamojnini yuqori ko'tarish, har turli ishlar bilan trillion, menimcha milliardlab ziyon keladigan siyosatlarni o'tirib qo'ydi. Ammo Xitoy hukumati nima uchun o'tirib shu vaqtning o'zida bunda Amerikadagi hozir burungi mavjud hokimiyat amaldorlariga jazo yurgizamadi? Bu yerdagi masala Xitoy hokimiyatiniki Amerikadan qo'rqish, ilgirki hokimiyatlarning yanama qarshi bir qarorlarni olib qolarmikin deyishdan qo'rqqan bo'lishi mumkin.
Ama mən bəsli kelgan çaqda andaq deb qarmayman. Səbəb nimə degan vaqtın özdə Xitay hökuməti məsələn Amerika hökuməti şunchalik ağır jazolarni o'tirib qo'ygan bo'lsa-mu, uning boshqa yerlardan undirib olish ehtimolliği bor. Ammo bu yerda menimcha eng ağır Xitoyga ağır kelgan nuqta qaysi desa, mushu 19-yillar kuni Mike Pompeo efendimning Uyg'ur irqiy qirg'inchilik Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik qilding deb o'tirib, bu irqiy qirg'inchilik bir tamg'in urganligi Xitoy bundan eng qattiq cho'chigan. Yuqorida men so'zlarimda deb ketdim. Xitoy hukumatı bu o'zining beshiga tushgan va peshonasiga urilgan Uyg'urlar irqiy qirg'inchilik qilding degan bu tamg'ini mangu yeshib o'tamaydi. Bu Xitoy uchun eng ig'ir kelgan chaqda eng vahshiy ig'ir kelganligi uchun Xitoy hukumatı chidamaganligi uchun keyingi kim keldigan mavjud hokimiyatlar bilan ishim nim bo'lib ketsin, zodi men sendan o'ch olaman degan niyatlar bilan o'tirg'i chiqqan deb qarayman. Demak, bu yerda masalaning ig'irligi irqiy qirg'inchilikdan iborat, ya'ni Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikdan iborat. Bu masalani Amerikaning tunishi Xitoy hukumatini hozirgidek childiradigan bir sarang holatga kelib qo'ygan desak to'g'ri bo'ladi, qarindoshlar. Endi yana bir kelgan savol, Turkiyada Uyg'urlarni Xitoyga qaytaramdi? Agar qaytirsa, Uyg'urlar qanday qilish kerak deb shunday debdi. Men rostdan desam, qarindoshlar, shu Turkiya masala chiqqancha, Turkiyaning masalasi chiqqan vaqtingizda bir qator ta'laymi rostdan desam. Mush masalalardan men o'zimni qochganlik emas. Chunki Turkiyaning mavjud siyosatini bilganlikdan, Xitoy bilan Ipak yo'lda bu yerga ketayotgan siyosatni bilganlikdan men jiqqa qilmasam, masalan, Facebook'da har doim o'tirib Turkiyaning bu xato siyosatini, ya'ni Erdo'g'anning bu xato siyosati to'g'riliq qarshi partiyalarning so'zlagan so'zlarini, medialarni, masalan, Ahmad Davuto'g'li qatorlarning Facebook'im qo'yganiman, necha ming insonlar kirib o'tirib, ayrim messenger xonatlatib doim tillashga boshladi. Deydigan savoli nima degan vaqtimizda, sen Turkiya dushmanligi yaratmoqchi. Bu qatimliq ish emas, qarindoshlar. Toki bu yerda biz mushu 2018-yili Amerika deb turib bir slogan bilan chiqqan vaqtimizda, biz Amerikaga menishimiz kerak degan vaqtimizda, men eng qattiq ig'ir savollarni nerdan oldim degan vaqtimizda, men qolganini demay, Turkiyadagi ba'zi tashqi davlat ishlaydigan amaldorlardan kelgan tahdid emas. Men bu Turkiyaning ichidagi ularni demayman zaten. O'sha yerdagi Uyg'urlardan tortib o'tirib, shu vaqtning o'zida nayt qattiq tilligan bizni. Amerika masalan anda qilayotgan bo'lsa, munda qilayotgan bo'lsa, sen o'tirib millatni xato yo'lga boshilding. Sen yaxshi ko'rsang, o'tirib turib Trampningki haykalini o'zingning uyga qo'yib olsang amandu, sen millatni nima deb bu yo'lga boshlaysan degan gaplar bilan bizni tillamagan odamlar qolmagan. Ammo biz shu yerda yashayotgan Uyg'urlar bo'lganligi uchun biz o'zimizning millatimizningki manfaat yuzidan nurg'un narsalarni Turkiyaning bu Xitoy bilan Ipak yo'lda baravar ketayotganligi uchun bu Xitoy bu masalan ayni vaqtda O'rta Osiyo, Qozog'iston, Qirg'izistonda men o'sha yerda 10 yil yashagan, 4 yil yashagan, 10 yil avval, 12-13 yil avval. Bu yana qanday tozlagan bo'lsa, Xitoy ishkirlab kirgan yerning o'zida bu Uyg'urni yo'qotishdan iborat bu strategiyasi bo'lgan ekan, Turkiyalik Uyg'urlarga kelib qolmasin degan nuqta bilan men xalqning bak ranjitmagan asosda bu o'zimning tushunch ko'z qarashlarini Facebook'imga yozib keldim, tushuntirib keldim, ammo anglagan narsamiz qaysi desa tillash bo'lgan. Qarindoshlarim, bizniki zaten biz Uyg'urlar Turkiyaliklar bilan turklar bilan biz qon qarindosh xalqmiz, ammo biz Uyg'ur. Davlatning siyosati u boshqa narsa. Bizning millatimizning millat manfaati u boshqa narsa. Biz o'zimizning millat Uyg'ur xalqining milliy manfaatiga kuyindik. Turkiya hokimiyatining ketayotgan xato siyosati tufaylidan. Ham bu masala kelsak, qarindoshlar. Men xulosani deb beray, Turkiya Uyg'urlarni Xitoy qaytaramda qaytirdi, qarindoshlar. Masalaga o'chig'ini dey. Men shunday javob berishni yaxshi ko'raman. 26-yillar kuni kechiktirmagan bo'lsa, navada kechiktirmagan bo'lsa, masalan, Turkiya parlamentida qaror olmoqchi. Qaytaramda, qaytarmamda degan masalani o'zida qarorlamoqchi. Va ozroq kechiktirishi mumkin. Men qaytirdi deb aytaman. Burunmi shunday degan, hozirmi shunday deyman. Men bu so'zimni takrorladim. Men takrorlab keldim. Xitoy Ipak yo'l, Turkiya Ipak yo'lda Xitoy bilan bir. Turkiyaning strategiyasi, jug'rafiyasi bu Ipak yo'li uchun eng muhim, eng hal qilg'ich nuqta Turkiyada. Shunday bo'lgandan keyin buni Turkiyami biladi.
Xitoy mi biladi? Xitoy mumkin qadar o'tirib Turkiyani changining ostiga kirgizsa, har turli usullar bilan bu kelgusida Xitoy Türkiye orqali masalan Afrikaga, Yevropaga, Oq dengizga hamma Arab davlatlariga taqaydigan bu strategiya yo'nalishida Turkiya muhim. Shuning uchun bu yerga kirishga boshladi, kirdi. Masalan 3. havo aeroporti, Bo'g'oz ko'rigi deymiz, İstanbul'daki yerüstü tunneller deymiz. Qaysi bir narsa Xitoyning puli bilan yasalmabdiki. Bunu zaten men deyotmayman. Ahmet Davutoğlu devatıdı. Zaten Erdoğan'ın yanında turvatkan Erdoğan hakimiyeti, AKP hakimiyeti Uygurlar doğruluk cim tuğan bolsa ve onunki bir çomakçı işti var. Mesela Doğu Perinçek'teydiğinin Vatan Partisi mi? Bir partiya, bu iki partiya Uygurlar doğruluk hiç kandak birine sözlemekemez. Kalan partiyalarının hemisi ta hazır kadar Uygurlar tutuvatkan, Uygurlar bilen boğan siyasetin tutkan siyasetin hata dev oturup ma yakında Ahmet Davutoğlu'nunkini ködünler. Mesut Özel'ni oturup Mesut Özel'ni maqtaydı. Sen bir sözlüsen, sen bir deysen, biz anıt bulamadık. AKP hakimiyetiga Uygurlar haqiqat anıt bulamadık dedi. Hazırki vaqtimizda Amerikada, Yevropada, dünyanın hem yurt Uygur meselesi, faqat Türkiye'de Uygur meselesi yok dedi. Xo'sh, anda bo'lgan bo'lsa Türkiye'de nima uchun Uygur meselesi yok? Nima uchun Uygur meselesini tilga olmaydi? Bu yerdagi mesele AKP hakimiyeti ahırgıcı biz Xitoyninki mushu İpek Yolu strategiyasida, ya'ni Xitoy bilan baravar mangimiz degan siyosatlar mangdi. Bu tönügün kişi emas, bugün kişi emas. Ta 2009-yildan boshlangan buning plan loyihalarining hammasi. Agar Türkiye hükümeti Xitoy hükümetini masalan Uygur meselesi bo'yicha indak keltiralayman desa, buning ichida eng cho'ng kuzur bor. Sizga deb beray. Eng cho'ng kuzur Türkiye hakimiyetining qo'lida. Ya'ni Osiyodan Yevropaga o'tadigan bir ko'rik bor. Bir köylük var. Ondan başka yol yok. Xitoyning poyezdning mangadigan yol yok. Agar mush köylükni oturup, mening bilishimcha 8-9 milliardga bitdi. Türkiye hakimiyeti jaqaraq pul alay desa, masalan 80-90 milyard dolar pul alaman desam, Xitoy hukumati tashlashga majbur. Veya ki mushu köylükninki ishlariga, masalan Osiyodan Yevropaga o'tgan mush köylükninki yasilishi, ba'zi mushtaq o'zini qo'ydik eng cho'ng ko'zlar orqali mushunaga o'tirib, kichik bir tirnoqning ichida Uyg'ur masalasini kirgizib qo'ysa bo'ladi. Andaq bo'lsa nima uchun kirgizmaydi Turkiya? Chunki belgilangan strategiya shu. Xitoy bilan oxirgacha adoqchi mangadi. Masalan 2019-yil 4-oyning 19-kuni Xitoyning bosh ministri Wang Yi Turkiyani ziyorat qilib, Suriyadagi Uyg'urlarni akitish kerak. Akitish to'g'risidagi vaqtimizda bizning yuragimiz qart qilgan, shu vaqtimizda so'z qilgan. Shu vaqtimizda biz ko'pchilikka mediaga chiqib, biz Turkiyadagi barliq qarindoshlarimizga u vaqtda BDT'ninki ko'chma yo'tkash ishxonasininki taqalmagan vaqt, shu vaqtimizda qarindoshlarim, sizlar hech bo'lmagan vaqtimizda shu ko'chmalar yo'tkash idorasiga o'zinglarni tizimlatinglar. Mumkin qadar ketishni tayyorligini qilinglar dedik. Biz qo'limizdan kelganini qildik. Ishonmasangiz Facebookga kirib, unda qarab beqing. Yangilabmi qo'ydik, ayrim tushundirdik insonlarga. Endi hozir BDT'ning ko'chma yo'tkash idorasi u yerda taqilib ketdi. Garanti bu yerda men sizga dey, bu mening so'zim emas, Ahmet Davutoğlu'dan tortib bütün partiyalarning hammasiga qarsangiz, Turkiyani Uyg'urlarga tutgan siyosatni xato deb o'tirib mangdi. Endi yana birisi nima uchun qaytirdi bu yerda? Deyishimdagi sabab nima degan bo'lsangiz, shu 2-oy, 3-oy atroflarida Yevropa parlamentining o'tgan yil Turkiyaga qo'ygan bir jazolash tadbirlari bor. Bunu şu 2-oy, 3-oy mezgilda, mening bilishimcha 3-oy mezgil kelgan vaqtimizda Turkiya har turli shartlarni qabul qilmagan ahvol ostida bu Yevropa ittifoqimi Turkiyaga jazoni yo'lga qo'ydi. Zaten Joe Biden hakimiyetninki, hozirgi hakimiyetninki Xitoyga bo'lgan pozitsiyasi aniq. Masalan, Antony Blinken deydigan hozirgi Amerikaninki tashqi ishlar ministri Turkiyani ancha yaxshi ko'rib keladigan odam emas. Biz bunu yaxshi bilamiz. Men emas, Turkiyaning amaldorlari, yozuvchilari shunday gapni deyotdi. Bu yerda aniqki Yevropa bilan Amerika masalan 3-oydan boshlab o'tirib Turkiyaga nisbatan hozirgi bir iqtisodiyotni jazo yurgizish va yoki boshqa tadbirni olgan vaqtda Xitoyning mangadigan yo'li qaysi ekan? Ya'ni shu Xitoy akamning qishig'i mangadi. Xitoy akasining qishig'i berib, buni o'tirib jiqaroq pul so'raydi. Pul so'rash uchun qanday qilish kerak? Pul so'rash uchun qanday qilish kerak qarindoshlar? Turkiya o'tirib, Xitoy o'tirib Turkiyaga aqchi pulni bergan vaqtimizda, anda qo'z Turkiyaning oldigan bir narsa bormi? O oldigan narsa qaysiki? U yerdagi Uyg'urlar shu.
Anda qo'ygan bo'lsa Turkiya hukumati ayni vaqtida masalan necha million Suriyalik ko'chmanlarni biz beqiyotimiz dedi. To'g'ri beqiyotgan emas. Uni bekor beqiyotmaydi. Yevropaning 300-400 millionga yaqin million yevroga yaqin pul yuradi shularga. Shu pulni Turkiya hukumati qanday qildi? Xabaringlarda bor 3 yil avval o'tirib, butun Suriyaliklarni o'tirib Yevropaga chegarasini echib besim shakllanadi Yevropaga. Eng oxiri o'tirib Yevropa davlatlari o'tirib boshqa davlatlar pulni berdi. Bu yerda Turkiya hukumatiniki qarindoshlar sizlarga Uyg'urlarning ko'zlari sifatida qo'llanadi. O'zingizga diqqat qiling Turkiyadagi qarindoshlarimiz. Bizdan sizlarga gunoh ketmadi deb o'ylaymiz. Biz gunoh qilgan ishlarni qilmadik. Sizning taqdiringiz, sizning kelajagingizga haqida biz so'zladik. Masalan 2019-yilda men o'shada chiqib Turkiyadagi Uyg'urlar BDTning ko'chman yetkash idorasi tizimidan mumkin qadar ketinglar degan tashviqotlarni chiqardik. Shu vaqtning o'zida o'tirib, merimizdan talab ketgandek o'tirib tillashga erishdik. Tillasimiz ma'amiz. Chunki biz Uyg'ur, ular Uyg'ur. Hamma odam siyosatni bilib ketmaydi deb o'tirib bu gapni fikrini davatimiz. Turkiya qaytmadimi ya? Zinnatgulni qaytmadimi ya? Refialdan tortib bugun Facebookning o'zida hamma yerda to'shib turdi. Bilib bilmay o'tirib hammasini qaytib qoldirdi. Turkiya sizga deb qo'yay, 3-oydan boshlab Amerika Yevropadan o'rta qaror keladigan iqtisodiyotda turishchi yaptırım deydi. Bunda bir jazo. Jazo o'tirib yaptırib emas, bir jazo keladigan anda vaqtimizda Turkiyaning hozir iqtisodi mundaq pildirlab qoldi. 1 dollarga 8 bo'lgan Turkiya lirasi mundaq egizpas uchib yurdi. AKP hokimiyati o pulni qo'ng'ida mundaq tortib yurdi pastga, o lirasi uchib yurdi osmonga. Agar bu Yevropa Amerikadan mundaq bir jazo keldiki, o'tirib 15-20 ni ko'rsatdi. Bu vaqtning o'zida qanday qildi? Turkiya hokimiyati o'tirib bir cho'moqchisi bor. Doğu birinchak o'xshaydigan partiya odamlarini o'tirib o'tib Xitoyga yo'llaydi. Bizga manchalik aqchi kerakdi degan vaqtimizda Xitoy ko'p deydi. Unda qolsa men sizga 2019-yil 4-oyning 19-kuni men Suriya, Turkiyadagi Uyg'urlarni akitiman degan anda qolsa buni bering deydi. Qarindoshlarim. Chunki Xitoy hukumatı o'zining bu ipak yo'lini beradi. Bu buyuk strategiyaning o'zida Uyg'urdan iborat bu millatni ko'rishni xohlamaydi. Çünkü Uygur Türkiye'de bu köp sallık yani taşkı dünyadaki Uygurlarınki mesela Orta Asya'nın hesap kılmagan çadı 50 bin hatta 300 bin Uygurlar var. Uygurlar bilen Türkler bu kan xeyrindaş bolğan dikin bunun problemi Uygurlar muşundaq jığıla verse Uygurlar özünün derdini dəvəsə bu yerdə Türkiye xalqınınki integrasyon özüge tatıdığanlığı bula oturup Türk halkımı Uygurlar için jığlaydıqını Xitay hükümetin bildi, Türkiye hükümetin bildi. Şunun için Türkiye hükümeti Türkiye'deki Uygurlarını tazlaş gerek. Ancak o bolsa Türkiye hükümeti Suriyeliklerini yolga saldı. Amerika, Avrupalı yolga saldı. Koç-koçudan mağdı. Çigiralığa töküp etti. Zaten Avrupa devletleri ulanı almaydı. Bugün günümüzde Avrupa devletleri Uygur da vatıdır. Biz Uygur'da kutquzimiz devatıdı. Hoş anda koygan bolsa, siz hakikaten Uygurlarga kuyun yapasınız. Nimde bu Türkiye'deki Uygurlarni Avrupaga yolga salmaysiz? Siz başka bir kurtuldunuz mu? Avrupaga yolga savatgan bolsanız. Xuddi Suriyalik ko'chmanlarni saqandek bo'pti. Aeroplan avtobusga chidimsingizmi o'tirib, shu Gretsiya taraf qarab yolga salsangiz bo'lmamdi Uygurlarni. Mana siz xotirjam ketadigan yo'lingiz mana shu. Bizmi avarchiqdan qutulayli, sizmi o'tirib bir xotirjam hayotga erishing desangiz bo'lmamdi. Bu yerdagi masala o emas. Bu yerdagi masala Turkiya hokimiyatiniki moni deydigan narsani Xitoydan olaman deganlikdan boshqa narsa emas. Men gapni o'chig'in dedim. Türkiye hükümeti bunda bir devletle yeni bir devlet otururken siyasi besim o düşkege vakitinin özde bu nayet ustiydi. Üçüncü bir devletke hep bir yol sebep koydu. Mesela 98. yılı Özbekistan'daki malum bir siyasi güçler oturup Özbekistan hakimiyeti karşı bir siyasi özgürlükler namayişler bulgan. Şu vakitimizde Özbekistan'ın aynı vakitteki İslam Kerimov hakimiyeti benim isimde karşıcız Muhammed Salih doğru. Muhammed Salih Katarlık bu şu katımki faaliyet yetekçilik kılan dini ölüme. Özbekistan'dan bir yerde hakimiyete oturup bulanı bastırdı. Bu vakitimizde Muhammed Salih şu vakitimizde Türkiye'ye geçip geldi. Türkiye'de panalandı. Bir mezgil Türkiye'de tuğan dikin Türkiye ile Özbekistan oturuştaki münasebet tüpten üzüldü. Bu vakitimizde Türkiye hükümeti kadar kaldı Muhammed Salih'ni. Türkiye ile Özbekistan oturuştaki münasebetini yakışılaş için Muhammed Salih'ni Şvitsiya'ya yollasagan.
Bununla ait ustiydi Türkiye hükümeti. Adakos bugün oturup nima uchun Uyg'urlarni olamiz biz? Uyg'urlarning beshiga kelganda bizning dardimiz deyotgan Amerika, Yevropa davlatlariga nima uchun yo'lga solmaydi? Yo'lga selish kerak. Mening bu bir Türkiye hükümeti Uyg'urlarni qaytirdi deganimga nisbatan aytgan jiq chachrab ketdim. Qarindoshlar, buni tushuninglar. Chunki u yerdagi Uyg'urlar bizning jinimiz ham qinimiz bo'lganligi uchun biz bu gaplarni deyapmiz, qaytirdi aniq. Bu yoqqa qarindoshimiz debdi, buni qanday qilish kerak debdi qarindoshlar. Ben 2019 yılda dedim, BDT'ni köşmen yetkeş idaresi tizimliğinler degan. Mayli, o takılıp gitti. En avvalda qarag'an vaqtimizda yana hozirgi vaqtimizda tönögün xabar qarag'an chog'da, masalan, BDT'niki Shvetsiyadagi bir ishxonasi aytavur bir narsa İstanbulga yetkazish haqida bir iltimoslarni yozibdi. To'xtamlarni tuzibdi. Avvaldan qarag'an chog'da BDT'ning ishxonasi Turkiyaga yetkazilgandek, buning arq ko'rinishi nima biz buni bilmaymiz, buni o'rganishimiz kerak. Bu xabar bir uchirib qolsin deb turib shunday deb qo'ydik. Endi qanday qilish kerak degan masala bor qarindoshlar. Qanday qilish kerak degan masalaga chog'da mening aqlim kelganini desam, Yevropada bo'lsin, Amerikada bo'lsin, har turli qarindoshlar o'tirib siz uchun yig'layotdi, sizning kelajagingiz uchun andish qilyotdi. Mening deydiganim, Amerika, Yevropa davlatlari biz Uyg'urlarni qutqizamiz. Uyg'urlarning dardida o'tirib, hozir Ahmed Davuto'g'lining so'zi bo'yicha bo'lib aytgan vaqtning o'zida Yevropa, Amerika parlamentida Uyg'ur deb. Andaqda siz qanday qilasiz? Ashunda uxlab yotamsiz ishada. Bugun o'tirib Suriyaga ketgan Beshtuktok o'tirib, masalan, yoki uni Daesh deb tutibdi, va yoki o'tirib on tutibdi, man tutibdi, biz kelmaydi ekan deb o'ylamsiz. Va yoki ba'zilarimiz o'zingizning qo'lingizda pasportingiz bo'lgan bo'lsa, bu pasportim bo'lganligi uchun, turk pasporti bo'lganligi uchun o'tirib, meni Xitoyga avatmaydi deb o'ylamsiz. Ham xiyolingiz. Sizgaday Xitoy hukumati men sizga deb qo'yay, sizlargaday qarindoshlarim, men boshqa qonlayotgan qarindoshlarga o'zining bu Ipak yo'li strategiyasida hech qanday bir Uyg'urni ko'rishni xohlamaydi. Pessimistim qandaq kelgan vaqtingizda mening deydiganim, ko'chalarga to'kiling. Yetib olmang. Qarindishim o'tirib yolg'a tutgan yoki beshta mandaq narsa bo'lgan o'n tutib ketibdi. Mening o'tirib saqalim yo'qdi. U narsa saqalim yo'qdi. Men degan bundaq bir modern insondim, men degan zamonaviy insondim. Shuning uchun meni tutmaydi deb o'ylab qolmang. Keladi o beshingizga. O'rta Osiyoda biz bu kunni ko'rdik. Ayni vaqtida biz obdan ko'rdik bundaq siyosat. Türkiye, bugünkü Türkiye aynı vaqtda O'rta Osiyo, Qozog'iston, Qirg'iziston bo'ladi. Tabiiyki bo'ladi. Shuning uchun qog'oz o'zingizga bog'lab, uxlab yetib olmang. Bo'zqasi Amerika elchixonasidan qashqa berib turib yeting. Yevropa elchixonalaridan qashqa berib turib yeting. Shu yerga chiqing. Dardingizni shularga dang. Akitadigan davlat, siz mana shu Uyg'urlar emas, dunyoda nurg'un ko'chmanlarga chiqayotgan davlat. Shularni oldiga bering. Shularni oldiga dang. Vaqt kelib qolsa shuni oldiga yetib oling. Mening sizga deydigan gap. Biz shunday ahvolga duch kelyapmiz. Bizni akatgin deysiz, endi bu yerdagi masalaning hal bo'ladi. Ammo sizlar u yerda o'tirib jimmidan yetib olsangiz, xuddi meni chaqmaga e'lon 1000 yil yashsin degandek o'tirib yozsangiz, ish hal bo'lmaydi. Bu mening tushuncham shu. Qarindoshlarim, endi faqat so'zlab qo'ygan bo'lsam meni to'g'ri tushunasizlar. To'g'ri tushuninglar qarindoshlar. Mayli o Turkiyadagi Uyg'urlar bo'lsin, Norvegiyadagi Uyg'urlar bo'lsin, dunyoning qanday biz Uyg'ur. Xitoydan iborat bu yalmovuzni biz og'ziga ketyapmiz. Shundaqkan bu bir-birimiz uchun yig'lash, bir-birimiz uchun farz. Bir-birimizning g'amini qilish bu birimiz uchun farz. Anglab qo'yinglar. Payliq yeri bo'lsa, taqib qo'yasizlar. Mening buguncha deydigan gapim shunchalik. Endi men yana so'zlasam nurg'un temalar bor bu yerda. Endi har qanday bir narsa deydi bu ilm fanda. Bir so'zlagan narsang leksiya bo'lsin 45 minutdan oshmaslik kerak dedi. Shu vaqtimizda insonning zehniga tushdi degan bir fikr meniki. Ustozlarimdan nurg'ulg'an hatto mening dadamdan esam bo'ldi, shunday fikr qilib ekan, jiq so'zlama deb, meg'izliq so'zla deb. Endi shunday bo'lsa men taqatliq so'zlab ketdim. Qo'ybay degandek o'tirib, men bir beshida dedim, men bir o'rganguchi deb. O'rganguchi bo'lgan ekan, shunday qaraq so'zlaydi qarindoshlar. Men ham oxirgacha o'rganguchi. O'risdan bir maqoltamizlar bor dedim ya, vek живи, vek uch deb. Xudoyim bo'lsa, 100 yil yashasam, 100 yilgacha men o'rganguchi. Bo'ldi, xo'sh, unda bo'lgan bo'lsa qarindoshlar, yaxshi oramanglar, yaksham kunlar. Yana xayrli bo'lsin.
İşleringlar utuq tilayman. Dünyanın hem yerinde Xitoy virusiga sal qarmanglar. İnsanlar bilan azroq uchrashinglar. Maskalaringlarni yaxshi taqinglar, qo'llaringlarni yaxshi yuvinglar. Bu qiyin kun kelgan vaqtingizda dunyoda shunday bir uyg'ilib qolgan bir sistem ketyotidi, ya'ni Xitoy virusining tahdidi. Bunga sal qaramanglar qarindoshlarim. Men oxirida aytganim, yuqmaydigan, andaqmanda degan narsaga sal qaramanglar. Yuqidi. Mening shirkatimning o'zida natijasiga yuqdi. Men ko'rgan odamlarga yuqdi, tugab ketdi. Men ko'rdim shularning. Kam degan chaqda 5-6siga yuqdi. Ichida o'tirib tugab ketganlar bor. Shundoq bo'lsam, hayotliq yana shular bilan ishlayapmiz. İşlemsek bo'lmaydi. Bir-birimizda andisha dakidukun ichida. Shundoq bo'lsam, ishlamsak bo'lmaydi. Hayotlikni davomlashtirmasak bo'lmaydi. Hayot bo'lganmiz, hayotlikni davomlashtirish uchun qanday qilamiz? Buning bir nurg'un tadbirlarni elishimiz kerak. Tadbir o'zinglar bilasizlar qanday qilish kerakligini. Ammo Xitoy virusi yuqmaydi ekan, yolg'onmish, mish degan gaplarga ishonmanglar qarindoshlarim. Davamlı günler xayrlik bolsun. Mening so'zlaydigan vaqtim 45 minutdan 46 minutga o'tib ketdi. Undaq bo'lgan bo'lsa, ko'rishguncha omon bo'linglar. Xo'sh, Allohga omonat.